Bitta operatsiya 1 million dollar bo'lsa, xirurglarga qancha qolar ekan? Dunyodagi top 3 ta eng qimmat operatsiyalar. 3-o'rin jigar transplantatsiyasi. Jigar inson organizmidagi eng qonli va tomirlarga boy bo'lgan a'zo hisoblanib, ushbu operatsiyaning umumiy davomiyligi 8 soatdan 14 soatgacha davom etadi. Operatsiyaning umumiy bahosi esa 800 ming dollardan 1 million dollargacha baholangan. Ikkinchi o'rinda o'pka transplantatsiyasi. Ikkala o'pkani baravar almashtirish dunyodagi eng murakkab jarayonlardan biri hisoblanadi. Ushbu operatsiyaning davomiyligi 6 soatdan 10 soatgacha davom etadi va operatsiyaning umumiy narxi xirurg akalarimiz tomonidan atigi 900 ming dollardan 1 million 200 ming dollargacha baholangan. Birinchi o'rin albatta yurak transplantologiyasi amaliyoti hisoblanib, 6 soatdan 12 soatgacha davom etadigan ushbu operatsiyaning o'rtacha qiymati 1 million 400 ming dollardan 1 million 600 ming dollargacha baholangan va bu dunyodagi eng qimmat va murakkab operatsiya hisoblanadi. Shu va shunga o'xshash ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.